Ko'rdi уже. Pixel ko'ryapti meni. Qaranglar deyapti. Okeylar deyapti. Men sizlarga tavsiya qilmayman deyapti. Telefonda stream qilishchi. Telefonda stream qilgandan ko'ra PUBG o'ynaylar deyapti. Nimaga degan savol. Nimaga? Tipa qaranglar. Bizani mana bunaqa nastroykalarimiz hozirlar ko'rsaman. Bizning nastroykalarimiz xalaqit berarmish. Aktiv ko'tara olmas ekanmiz. PUBG o'ynashimiz kerak ekan. Xo'p, eshitaylikchi yana deyapmiz Pixeldan. Uje Pixel meni jag'lim chiqarib yordi. Xo'p, mana Muzon menga yoz deyapti. Men yozing deyapman. Men ko'ring deyapman. Men ko'r deyapman. Men ko'r deb yozyapman. Sallab tashlaganman. Ko'r deyapman mana. Keyin ko'rdi mani. Mana Muzon deyapti. Masalan deyapti. Telefonchilardan streamer chiqmaydi demoqchi-da gapi bilan. Mana Muzonni ko'r deyapti. Mana men ko'r deyapti. Mana Muzon deb noqilib. Mana Muzon. Qaranglar, mana ekranga chiqaraman bu reklama. Aka, oy yangi streamerman. Okey. Oy, mana reklama qotganingga yarasha bitta dona shirin so'z aytsang o'lasanmi? Bilet, seni hurmat qiladigan odam edim-da. Mana Muzon, reklama emas bu. Akalar, bu reklama emas. Akalar, videosi hali ham bor. Reklama emas bu. Bu prosta tak, ana men bunga reklama qilish niyatim yo'q. Isho kirib podpiska ham bosmaylarmish. Okey, siz shu Pixelni taniyapsizmi shuni? Gapirgan. Xo'p. Mana bu o'tqizyapti. Mana oxirgi marta video qilibdi. Aka, yoshman. Har xil videolar o'rganman. Bu Free Fire videomi yo bu o'yinlar videosimi deb o'qiyapti. Omad yo'q, faqat negativlik qilyapti. Xo'p, bu qaytar dunyomi yoki qaytar dunyo emasmi deb savol bermoqchiman Pixelga. Prosmotrimga qarayapti. Yangi streamerman-da. Prosmotrim. Oxirgi marta stream qilibdi. Mana bunday qilyapti. Oxirgi marta stream qilibdi. Shu kuni. Xo'p. Nechta odam ko'ryapti? 200 ta odam ko'ryapti. Akalar, koti ochib stream qilyapti bu Muzon FF. Nechta odam ko'ryapti? 200 ta odam ko'ryapti. Voy, omad tilash 200 ta uchun ham men mehnat qildim. 2 soat stream qildim-da masalan. Omad tilamayapti-da. Koti ochib stream qilibman. Men mana shu narsa meni ichimda qolib ketganini o'sha paytdan Pixelga aytganman, "Shto men bilan talashmang" deganman. Men bilan talashganingizda foydasi yo'q deganman. Shto agar haligacha Pixelni siyla deyotgan bo'lsanglar, haligacha Pixel zo'r deyotgan bo'lsanglar, omadda akalar, prosta omad. Boshqa gapim yo'q akam. Boshqa gapim yo'q. Talashmaydi, hech kimga gaplashmaydi. Prosta tak inoshga, ana inosh chita. U bilan ham ketishyapti. O'sha gap. Mozonda sochning adresini berganga bitta iPhone padar keldi. Shunaqangi qo'rlayman. Shunaqangi short qilib chiqaraman. Sochning masalani bergan odamga iPhone padar keldi. Gap o'sha odam ham oldimda turadi. Shuni magazinga kirib yangi olib chiqib beraman. Birinchi aytaman, o'g'lim tanilmanmi deydi. Qachon to'xtatasan deydi. Bular uchun haypajonlik uchun u balaga aynaqam yo'q. Prosta shaxsiyatimga tekkanligi uchun bu balani hali mayli hozir yashar, yaxshi yurar. Lekin ertaga bilib Pixel ekan dedilar. Aya yashirayman, aya biror joyga yashirayman. Nimaga o'g'lim Pixel ekan keldi? Dading keldimi? To'xta, eshikni ochaman bo'lmasa. Bir kun keladi.